Assalomu alaykum, Musa aka. Nima gap? Yaxshimisiz aka? Nima gap? Nima Xullas bitta muammo bor. Nima muammo? Bittasiga katta gapirib qo'yganman. O'zi kelibdi aka. Uka, katta gapirishga qo'rqmagin. Men Isojon Votkinskiman, bu problemangni shart qilib beraman. Tushundingmi ukajon? Siz bor ekansiz aka, hech narsadan qo'rqmayman. Davay. Yorib tashlayman aka hozir. Menga qara. Hozir borasan oldiga. Bitta liboy ismni aytasan, o'sha kishini bratishkalariman deb duxini olasan. Tushundingmi? Qo'yil tushmasin, ana shunday ketdik. Menga qara, Shodini taniysanmi Shodini? Kimni? Shodini. Men Shodini. Aka bilan o'rgatganingizda qildim. Men Shodini so'radim, qarovchi taniysan dedim, o'zi ekan-ku uni Shodi. Birinchi ismini so'ramaysanmi? Menga qara. Ikkinchi usul bu. Nima? Borasan, shuna beldan ushlab chigirg'izg'irib olasan, tamom. Tamom uxlaydi o'shanga. Davay, bos. Jo'raman. Bos. Bos. Uka, nima qilyapsan sen? Osilib kelgan vagoningni ko'chasiga. Aka, men urib tashlayapti, o'zingiz borib gaplashmasangiz bo'lmaydi. Qani, yur qani o'zim hal qilaman uni. Qani? Mana bu yoqqa. Yo, billah. Qarab turib, uzoqdan turib duxini olaman. Menga qara, Sherif taniysanmi sen? Sherifing bilan. Aka, usullari zo'rsamayapti-ku. Ikkinchi usul bu hozir. Ikkinchi usul qo'yaylik. Mana buni ko'ryapsanmi? Davay. Nima qildingiz hozir? Qaysi usulni ko'rsatdingiz? Erkak kishini oldiga har doim kerak shuni esingdan chiqarma ketdik. Billah.